Toshkent shahar Sergeli tumani Xonobod mahallasiga kelganmiz. Bilasizlar, Xonobod Beruniy mahallasi eng gavjum, eng zo'r lokatsiyalardan bittasi bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, hozir ko'rsatib o'tadigan xonadonim to'g'riga chiqsanglar, o'ngga ketsanglar, mashina bozoriga qarab ketasizlar, chapga chiqsanglar, Qo'yliq bozoriga chiqib ketsanglar ham bo'laveradi. Maktab, bog'cha hammasi yonginanglarda joylashgan. Qaranglar, mahallamiz ancha keng. Ko'rib turibsizlar, mana Jahon aka, barber shop bor, ancha Xonobodni bilmaydigan odam o'zi yo'q bo'lsa kerak, biratdi. Kelsanglar sochinglarni qilich qilib olib qo'yadilar. Yoninglarda shunda transformator joylashgan. Qaranglar, transformatorimiz hech qachon bu joyimizda svet o'chmaydi. Mana shu ko'rsatib o'tadigan xonadonimiz. Qaranglar, tashqi fasadimizni uzunligi 14 metr tashkil qilyapti. Bu xonadonimizni eng zo'r qulay taraflaridan bittasini aytib o'tib ketaman sizlarga. Shahar bu joydan agar domilla bo'lsa, domillaga ham barter qilib olsanglar bo'laveradi bu xonadonimiz. Asosiy xonadonimizga kirishimiz bilan bemalol navesimiz ostiga bir ikkita mashinalarni qo'yib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Xonadonimiz umumiy Qumshoqdan chiqqan. Naves ostimizdagi binoda bu yerda oshxonamiz joylashgan. Cho'tka qilib qo'yganlar, qaranglar. Kelib mazza qilib bu yerda yashasanglar ham bo'ladi. Keyingi xonamiz общий sanuzel bilan yuvinadigan xonamiz joylashgan. Qaranglar, naves osti binoyimiz chiroyli qilib, skromniy qilib remont qilib qo'yganman deyaptilar. Akam kichkina bo'lsa ham qaranglar, hol bo'lyapti. To'g'rida bitta xonamiz bo'lyapti. Tashqari qaragan o'zini ikkita oynasiga ega. Aboylarni skromniysidan qilib qo'ygan ekanlar. Keyingi xonamiz mehmonlar kutadigan zalimiz bo'lyapti. Bu yerda ko'rib turgan hamma narsalar joyida qoladi. Tashqari qaragan oynalar bor va oxirgi xonamiz ota-onalar uchun mo'ljallangan spalniyamiz bor yerda. Ko'rsatib o'taman sizlarga. Bu joyda mebel texnikalari, hamma narsasi shu joyda qoladi deyaptilar. Bu spalniyamizni tek katta yerto'la qilingan. Bu xonadonimizni aytdim sizlarga, bemalol shahar atrofidan agar domilla bo'lsa, domillaga ham parter qilsanglar bo'ladi. Endi fokusinglarga moslashtirib, agar buzib tashlab, bu yerda boshqa planirovka bilan uchastka quraman desanglar ham zo'r variant. Pastda nomerlar qoldiramiz. Aloqaga chiqib o'zingizlar chiroyli baraka qilinglar. O'zingizlarni ehtiyot qiling.